Storiesga chiqib olib, men g'ururliman deyshadi-yu. Mag'rurlanib aytishadi. Men g'ururim kuchli. Men uyalaman shu g'ururimdan, bilasizlarmi? Shunaqa ko'p joyda o'zimga minusga ishlaydi. Shunaqa o'zimga qarshi ishlaydi. Men shu g'urdistim, g'ururim. Nega desanglar, men shu turaveraman deb yo'lda ham 1 minut o'tib ketadigan narsa yo'q. Kim margat qilib o'ting desa, rahmat deb o'tib ketaman. Ko'p joyda juda ham menga minusga ishlaydi. G'urdistim, ayniqsa erim oldida. Boshqa pul temasida men shunday turaveraman-da. Yoki kimdandir uzr so'rash kerak bo'lsa, kimnidir kechirish kerak bo'lsa, kimdan nimadir shu kechirib bor shuni, onasini ham sog'lam gulisini yo'q. Shoh qizidek. Qanaqa yo'qotsa bo'larkan g'ururi? G'ururi qanday yo'qotishni bilmayman, lekin farzandni g'urursiz katta qilishni bilaman. Ya'ni qiz bolani. Qiz bolaga g'urur o'zi kerak emas. O'g'il bola g'ururli bo'lsa bo'ldi. Esimda kichkina 4-5 yoshligimda, 3 yoshligimdan beri shu darajada esimda qolib ketganki, yomon teganida. Bog'chaga chiqqanimda meni Bekzod degan bola urardi-da. Uni Barno degan opachasi ham bo'lardi. Esimdaligini qaranglar, bizda ikkita dom yo'qda turardi-da. Bog'chaga borsam meni urardi. Sochimdan tortib men yig'lardim, bog'chaga bormayman deb. Lekin aytolmasdim, meni uryapti mana shu bolani. Endi anchadan keyin maktabga chiqdimmi? 1-2 sinfman. Bir payt ana bola kelib qoldi-yu maktabga, parallel sinfdoshim bo'lib. Men B bo'lsam, bu G ga kelib qoldi-yu. Shunaqa tutib olib urganman, shunaqa darajada urganman. Oyim oldiga kelib tapchga otgandi. Oyimga ikkita kattalar urishib ketgan bizani deb. Sani qizing meni o'g'limni uribdi deb bir-birini urib ketgan. Qanchon qizinglar nimadirdan arazlayaptimi, nimadirdan yig'layaptimi, yiqilib tushdimi yo kasal bo'lib qoldimi, aytganinglarni qilmadi, nimadir bo'ldi. Ajab bo'pti. Men shunaqa bo'ladi aytganini qilmaslik. Toroningdan yig'ilurma, ko'zingni sidigini oqqizma. Demaylar unaqa voy asalam ko'rding, unaqa qilmaydi-da. Ana o'shanda men o'ylayman, qiz bola g'urursiz katta bola. Ana jahlda. Na prinsip tipa oyim aytgani bo'ldi, men aytganini qilmagan uchun bunaqa turmaydi-da. Baribir xushmuomala bilan katta qilish kerak. Farzand tarbiyasi juda ham qiyin, juda ham. Qiz bolaga boshqacha, o'g'il bolaga boshqacha. O'zim aytardim, men turmushga chiqsam 5 ta o'g'lim bo'ladi. Qizim bo'lmaydi derdim. Alloh nasib qilib qiz ham berdi. Endi sekin qizni tarbiyalaymiz. Yoniga bitta she'r yopib kelsak, bir-birini tarbiyalaymiz.